Assalomu alaykum. Qanaqasizlar, tuzukmisizlar? Ujurlarga nima yeyapsizlar? Men xudo xolasa kokteyl idishimni yuvib bo'shatib qo'ydim. Chunki ertalab chayib yuvganimda og'zini ochib ketgan ekanman-da. O'sha hisobiga xitlanib qolibdi. Endi hozir ujurnimni tayyorlab olaman. Hozir tayyorlab ichib olmasam, bolalarga ovqat tayyorlaganda bir nimalar cho'qib qo'yaman. Qayerdan keldingiz deganlarga ko'chadan endi keldim. Ko'chadan endi keldim. Chunki meni yurishim juda ko'p-da ko'chada. Mana ahvol bo'ldi. Shunaqa gaplar, qizlarjonlar, opalarim. Instagramda qizlarjonlar deb